Aytis geometriya 3-mavzu uchburchak burchaklari. Uchburchak burchaklari haqidagi asosiy qoida uchburchak ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. X plus 70 plus 60 180 gradusga teng. 70 ga 60 qo'shsa 130, 138 180 tarafga minus bo'ladigan bo'lsa, x 50 gradusga tengligi hosil bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday alfa plus 20 60 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Alfa plus 20 ga qo'shsak 2 alfa plus 20 plus 60 180 gradusga teng. Xo'sh, 2 alfa mana bu 80 minus bo'lsa 2 alfa 100 gradusga to'g'ri keladi. Alfa 50 gradusga tenglik hosil bo'ladi. Uchinchi misolimiz ham xuddi shunday. Uchalasining yig'indisi 180 gradusga teng. Uchalasining yig'indisi demak 3 ta x bor ekan. 3 ta x plus 20 ga 10 30 180 3 ta x minus 30 minus bo'lsa 150. Shunday x 50 gradusga tenglik hosil bo'lyapti. Mana bu belgi bilamiz perpendikularlik belgisi. Perpendikularlik belgisi bu 90 gradus deganini anglatadi. 90 gradus. Endi x bilan x plus 10 ning yig'indisi 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Shunda bu ikkalasi 90 bo'lsa, mana bu 90 bilan 180 ni beradi. 2x plus 10 gradus 90 gradusga teng, 10 gradusga minus bo'lsa 2x teng 80. Shunda x 40 gradusga tenglik hosil bo'ladi. Demak, 6-masalamizda bu yerda bu 30 gradus deyapti. Bu 50 gradus, bu alfa, bu alfa. Demak, bu yerda katta ABC uchburchagimizning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus tengligidan foydalanamiz. 30 alfa plus 50 va alfa. 30 mana bu burchagimiz alfa plus 50 plus alfa 180 gradusga teng ekan. Bu ikkalasi 80 bilan minus bo'lsa 2 alfa 100 gradusga teng, alfa 50 gradusga tenglik hosil bo'ladi. Xo'sh, 6-masalamizda 80 50 bo'lsa, ikkalasining yig'indisi 130 bo'ladi. Demak, mana bu 50 gradus bo'lishi kerak. Sabab 50 80 50 180 to'ldiradi. Ana endi bu yerdagi kichkina uchburchagimizda ADG uchburchakda 50 70 120 ga teng. Bundan alfa 60 gradusga teng bo'lishi kerakligi hosil bo'ladi. Chunki mana 50 60 70 ning yig'indisi ham 180 gradusga teng. 50 80 50 uchun katta uchburchagimiz ham 180 gradusga teng. Bu ham xuddi shunaqa masala. 40 80 bo'lsa 120. Demak, DYB uchburchagimizning ichki burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi uchun mana 60 gradus bo'lishi kerak. 70 60 mana bu yerda alfa 50 gradus bo'lishi kerak. Chunki 50 60 70 ning yig'indisi ham 180 gradusga teng bo'lishi kerak katta uchburchak uchun-da. Xo'sh, 70 60 demak mana bu 50 gradus bo'lishi kerak 180 to'lishi uchun. Mana bu 90 bo'lsa 90 ning qo'shnisi ham 90 bo'ladi. Demak, bu yerdan alfa 40 gradusga tengligi hosil bo'ladi. Chunki 40 50 90 mana bu 90 bilan bu yerdagi DS uchburchagimizning ham ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, 9-misolimiz. Bunda mana bu 90 belgisi qo'yilgan 21. Mana bu albatta 59 gradus bo'lishi kerak. 59 gradus bo'lishi kerak. Chunki 59 ga 21 90 beradi. Mana bu 90 bilan jamisi 59 emas 69 ekanda. 69 ga 21 90 gradus beradi. Mana bu 90 bilan bu yerdagi ACD uchburchagimizning ichki burchaklari 180 to'ladi. Xo'sh, endi bu yerdagi ADB uchburchak uchun uchburchakning ikkita burchagining yig'indisi 3-burchakning tashqi burchagiga teng bo'lishi kerak. 3-burchakning deganda mana bu burchakni nazarda tutyapman. 42 bilan alfaning yig'indisi 3-burchakning tashqi burchagi 69 ga teng bo'lishi kerak. Alfa plus 42 69 ga teng bo'lishi kerak. Alfa shundan 42 minus bo'lib o'tadigan bo'lsa 27 gradusga tengligi hosil bo'ladi. Endi mana shu yerda nima uchun shunday bo'lishi kerak degan savol bor-da. Chunki mana bu yerda biz mana uni beta deylik. Beta mana alfa 27 ligidan foydalanib 69 ni qo'shnisi 111 gradus bo'lishi kerak. Yaxshilab e'tibor qilinglar. Bu yerda alfa 27 gradus chiqdi. 27 42 111 bu ham 180 ni beradi. 111 bilan 69 ham ikkalasi 180 ni beradi. Yoyiq burchak ham 180 bo'lishi kerak yig'indisi. Ichki burchaklar yig'indisi ham 180 ni berish kerak. Mana shuning uchun ham sabab shu.
Xo'sh, mana bu misolimizda 10-misolda 30 graduslik berilyapti, 90 berilyapti. B, Y, S uchburchak uchun bu 30 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, mana bu burchagimiz 60 gradus bo'lishi kerak. Chunki 60, 30, 90 180 ni beradi B, Y, S uchburchak uchun. Mana bu yerdagi BDA uchburchak uchun, demak 20 ga 60, 80, mana bu 90 belgisi turibdi mana. Bu 80 bo'lsa, alfa albatta 10 gradus berish kerak. Alfa 10 gradus bo'lishi kerak. 10, 80, 90 BDA uchburchak uchun ham ichki burchaklar yig'indisi 180 ga to'ldiradi. Uchburchak tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng. Buni ham qoida qilib yozib yodlab qo'yasizlar. Demak, 110, 100 jami 210, 360 bo'lish uchun mana bu x burchagimiz 150 gradus bo'lishi kerak. Uchburchakning tashqi burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng bo'lishi kerak. Ichki burchaklar yig'indisi esa 180 gradus. Shu qoidaga binoan 12-masalamiz mana bu 3 ta burchak yig'indisi x, x + 20, x + 40 jami 3 ta x bo'lyapti, 20 ga 40 60 bo'lyapti. 3x + 60 360 gradusga teng, 60 minus 3x 300 gradusga teng. X shunda 100 gradusga teng bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. 13-masalamiz. Demak, 13-masala bu yerda uchburchakka bu yoqdan yana bitta uchburchak yopishgan holatda turibdi. Xo'sh, ikkita burchakning yig'indisi 3-burchakning tashqi burchagi mana bunga teng bo'ladi. Demak, 30 ga 50, 80 bo'lsa, mana bu ham 80 bo'ladi. ABC uchburchak uchun ichki burchaklar yig'indisi 180 to'ldirish uchun 60 ga 80 140, shunda alfa 40 gradusga teng bo'lishi kerakligi hosil bo'ladi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa masala. Demak, 20 ga 36 3-burchakning tashqi burchagi mana bunga teng bo'lishi kerak. Misol berishda bu ikkita chiziq bor-ku, bu ikkita burchak tengligini anglatadi. Demak, 36 ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak, 56, bu 56 bo'lsa, bu ikkita chiziqcha bekorga qo'yilmagan. Bu 56 bo'lsa, bu ham 56 ga teng degani. 2 ta 56 112 bo'lsa, bu yerda betamiz 68 gradusga teng bo'lishi kerak. Chunki 112 ga 68 qo'ysak, 180 gradusga teng bo'ladi. 15-masalamizda alfani aniqlang debdi. Demak, ikkita burchakning yig'indisi, uchburchakning ikkita burchakning yig'indisi 3-burchakning tashqi burchagiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni alfaga alfa + 10 ni qo'shsak, 2 alfa + 10, 3 alfa - 30 ga teng bo'lishi kerak. 2 alfa yoqqa minus bo'lsa, minus 30 yoqqa plus bo'lib kelsa, xo'sh, alfa 40 gradusga teng hosil bo'ladi. 16-masalamizda x burchak so'ralibdi. Bu yerda mana bu ikkita burchak tengligi aytilgan. Demak, 108 bo'lsa, mana bu 90 bilamiz, bu belgi 90 dan anglatadi. Demak, 90 bilan mana bu alfa bo'lsa, bu ham alfaga teng, chunki mana ikkita chiziqcha ikkalasi tengligini anglatadi. Yana bir marta aytayapman. 90 + alfa 108 ga teng bo'lsa, shunda alfa 18 ga kelib chiqadi. 18 gradusga. Alfa 18 gradus bo'ladigan bo'lsa, 18 ga 108 qo'shsam, 3-burchakning tashqi burchagi x ga teng bo'ladi. 18 ga 108 qo'shadigan bo'lsak, 126 gradus hosil bo'ladi.